Assalomu alaykum barchaga. Demak, sizlar bilan bugundan nasib bo'lsa, davomiy bo'lsin. Alloh o'zi xayrli qilsin. Tongga tarif kimyo kitobi 2026-yil 2026 birinchi qism kitobini eritmalar bobini ishlashlikni boshlaymiz. Alloh o'zi xayrli qilsin. Demak, bizda birinchi savol mana bu holatda ko'rinib turibdi. Demak, eritmalar tongga tarif kitobi 9-mavzu 1-1 alfa mashqdan boshlaysak. 400 gram 20% tuz eritmasining konsentrat komponentlarining massasi. Demak, birinchi 400 ni 0,2 ga ko'paytiramiz. Ya'ni 20% bizda 0,2 bo'ldi. Ya'ni 20% 100 ga bo'lib yuborsak, ulushga o'tadi, 0,2 bo'ladi. Bizda 80 gram tuz. Xo'p, 400 dan 80 ni ayirib olsak 320 gram suv bo'ladi. Demak, massa tuz 80 gram, massa suv 320 gram. Bizda javob. Xo'p. Har bittasidan 1-1, 1-2, 1-3 ketgan bo'lsa, faqatgina bittadan ishlab boramiz. 200 gram 20% eritmadagi erigan modda massasini aniqlang. Demak, bunda ham 20% ulushga o'tsa 0,2 bo'ladimi? 200 ni 0,2 ga ko'paytirsak 40 gram. 40 gram. Xuddi shu tartibda kitobda har birini ishlab boramiz. Navbatdagi masalachamiz. Navbatdagi masalacha. Yigirma gram 10% eritmada necha gram erituvchi bor? Xo'p, demak, qarang, bizda eritmamiz 10% ekan. Bu yerda 10% miqdor bizda bu eruvchi. Ya'ni tuz. Qolganichi 90%imiz erituvchi hisoblanadi. Erituvchi 90%. 90 qayoqdan chiqdi? 100 dan 10 ni ayirdik. 90%. Endi 20 ni 90% ni hisoblashlik uchun 20 ko'paytirilgan 0,9 18 gram. Bizda javob D javob. 18 gram D javob. Davom etamiz. Keyingi masalamiz. Xo'p. Kitobni PDF-ni tayyorlashlik noqonuniy hisoblanadi. Ustozning mehnatini hurmat qilamiz. Shuning uchun biroz xira bo'lsa ham rasmdan foydalanamiz. 40 gram suvga 10 gram tuz eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Demak, mana shuni ishlasak. Xo'p, meni o'quvchilarga doim aytadigan, o'zim yaxshi ko'radigan usul bor. Suv, tuz, eritma ketma-ketligi. Suvimiz bizda 40 gram, tuzimiz 10 gram, eritmamiz 50. Necha foizli deyaptimi? E'tibor bering, foizli degani uchun biz eritmani tagiga 100% qo'yamiz va tuzni x qilib topamiz. Hop, qarang. 50 ni 2 ga ko'paytirganimiz 100 bo'ldimi? Demak, x ham 10 ni 2 ga ko'paytirganimiz bo'ladi. 20%. 20%. Hop, 5/1 da ko'ramiz. 45 gram suvga qancha tuz eritilsa 25% eritma hosil bo'ladi? Demak, o'rtoqlar, buni ham tepadagi usulda ishlaymiz. Suv, tuz, eritma. Endi bizda foizi aniq. Eritma doim 100% bo'ladi. Eritilsa 25% eritma deyaptimi? Demak, tuzga 25, suvga qoladi 75.
Nima bor bizda? Suv bor. 45 gram. 45 gram suvga qancha tuz eritilsa 25% suv hosil bo'ladi deyapti. Demak, bu 75 ni 3 ga bo'lib olsak 25 mi? Demak, 45 ni ham 3 ga bo'lib olsak x'imiz kelib chiqadi. Bizda bu 15 gram. Javob. Qandaydir savol bo'lsa yoki boshqa bo'ladigan bo'lsa, kommentga yozib qoldiring. Davom etamiz. To'g'ri, sodda masalalar. Lekin bu meni kimyoda birinchi video darslarimdan. Meni ko'pchilik Abdullazoring biologiya masalalarim bilan taniydi, onlayn biologiya kurslarim bilan taniydi ko'pchilik. Kimyo o'tishim esa ko'pchilik bilmaydi. Kimyodan ham biologiyadan ham A+ sertifikatim bor. Demak, 30 gram tuz qancha suvda eritilsa 40% eritma hosil bo'ladi. Buni ham xuddi shu hozirgi usulda ishlaymiz. Suv, tuz, eritma. Eritmani 100% desak, bizda 40% eritma deyaptimi? Tuz 40 bo'ladi, bu suvimiz 60 bo'ladi. Kimni massasi bor? Tuzni massasi bor. 30 gram, demak, tuz 30 bo'lsa, suvni topishimiz kerak. Qarang. 60 bilan 40. 40 ni 1,5 ga ko'paytirganim 60 mi? 30 ni ham 1,5 ga ko'paytiraman. 45. 45. Javob. Hop. Davom etamiz. 7/1. To'rt mol suvda 8 gram tuz eritilsa. Xo'p, e'tibor beramiz. Bizda 4 mol suv, buni massasi 4 ko'paygan 18, 36, 72 gram. Demak, yana o'sha ketma-ketlikka qo'yaman. Suv, tuz, eritma. Endi bizda foizligini so'rayapti. Shuning uchun berilgan ketma-ketlik bo'yicha olaman. Suv 72 gram, tuz 8 gram, jami eritmamiz 80 gram. 100% da tuzimizga x qilamiz. Shunda eritmani foizi kelib chiqadi. Ya'ni 80 ni 10 ga bo'lib olsak 8 mi? 100 ni ham 10 ga bo'lib olsak 10%. 10%. Ya'ni bu oddiy masalalarda ham kalkulyator ishlatishligimiz shart emas. Hop. Davom etamiz. 144 gram suvda 0,2 mol glyukoza eritilsa. Birinchi o'rinda kelinglar, suvda massasi aniq, glyukozani massasida moldan massaga o'tib olsak. 0,2 ko'paytirilgan glyukoza, 1 mol glyukoza. Biologiya o'qiganlar yaxshi biladi. 180. Sababi ATF masalalarimiz juda ko'p bunga oid. 0,2 ni 180 ga ko'paytirsak 36 gram glyukoza. Endi ketma-ketlikka qo'yaman. Suv, tuz, eritma. Suvimiz 144, tuzimiz 36. 144 ga 36 ni qo'shsak 180. 100%imiz x. Endi qarang. 36 ni yarimi 18 bo'ladi. Ya'ni, tasavvur qiling, buni 360 deganimizda bu 180 bo'ladi. Demak, mana bu yerda ham biz 200 olishimiz kerak bo'lar edi. 0 bitta qilib qo'yaman. Ya'ni bizda 20% eritma bo'lyapti. Mana shu holatda proporsiyani, shu holatda ishlashlikni odatlansangiz, ancha yila tezlashasiz. Boshda qiyin bo'ladi. Biz ustozlarda bitta odat bor. Oldin kalkulyatorsiz ishlashlikni o'rgatmaydi-da, o'quvchida kalkulyator ishlasa, kalkulyatorni sindirib yuboradi. Yo'q, undan oldin o'quvchiga o'rgatish kerak. Kalkulyatorsiz ishlashlik uchun mana bunday qilasan, mana bunday qilasan, keyin bo'ladi deb. Xo'p. Davom etamiz.
8 mol suvda 0,2 mol glyukoza eritildi. Demak, birinchi suvni hisoblayman. 8 ko'paygan 18. Xo'p, bu degani 180 ayrilgan 36 degani. Ya'ni 10 mol suvimiz bo'lganda 180 gram bo'lar edi. 2 mol suv ayrilib ketyapti. Ya'ni 144 gram. Endi glyukozani hisoblayman. 0,2 ko'paygan 180. 36 gram glyukoza. Demak, suv, hop, tuz, eritma. Mana shu ketma-ketlikda ishlasak, to'g'ri tuz emas bu. Lekin ishlasak javob chiqadi. O'rganishimiz uchun qulay. Suvning massasi 144. Xohlang suvni o'rniga siz eruvchi deb yozing yoki tuzni o'rniga eruvchi deb yozing. 144, 36, eritmamiz 180. Bizda 100%imizda necha foizli eritma deyapti? X. Yana hozirgidek 36,0 ya'ni 360 ning yarmi 180 mi? Demak 200 ning ikkilangani bo'ladi. 100 ning ikkilangani bo'ladi. 200 bo'lish kerak edi. Virgulni qo'yib qo'yaman. 20%. 20%. Davom etamiz. Hop. 64,6 gram suvda 4,48 litr ammoniak eritilsa, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Xo'p, men doim o'quvchilarga aytaman, litr berilyaptimi? Mana shu yerda o'zida molga o'tib ol deyman. Ya'ni 4,48 litrimiz bizda 22 4 ga bo'lib olsak 0,2 chiqadimi? 0,2 mol. Ammoniakning formulasi NH3. NH3. Demak, birinchi ammoniakning massasini hisoblayman. 0,2 ko'paygan 17. 34 gram. Endi bizda ikki xil holat bor. Ammoniak o'zi suvda eriydimi? Birinchi holat ishlab ko'ramiz, keyin unisiga o'tamiz. Suv shartli ravishda tuz, keyin eritma. 64,6, 34 qo'shib olsak. 64,6 ga 34 ni qo'shsak, 34. Demak, 3/4 bo'ladi bu. 0,2 ga ko'paytirsak. Xo'p, necha bo'ladi bu? 64,6 ga xo'p, 65 ga 3. 68. 100% ga nisbatan hisoblasak, 68 ni yarmini 34. Demak, 100 ni yarmi 50 bo'lish kerak edi, lekin bizda 3/4 bo'lgan. Shuning uchun 5%. 5%. Demak, bu bizda foiz konsentratsiyaga oid misollarimizdan edi. Davom etamiz. Xo'p. Keyingi masala. Xo'p, aynan rasm yozganim uchun biroz xira yoki boshqa bo'lishi mumkin, lekin sizning qo'lingizda albatta kitob bor. Kitobni olib ishlatishingiz kerak. Shunda maza qilasiz. Demak, 40 gram 20% natriy xlorid eritmasiga hop, yozsam. 40 gram 20% natriy xlorid eritmasiga 10 gram natriy xlorid qo'shsak, necha foizli eritma hosil bo'ladi? Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Birinchi qiladigan ishimiz. Buni mana bu tartibda o'quvchilar birinchi marta ishlayotgan o'quvchi uchun bu holat va bunga qo'shyapmiz 10 gram toza natriy xlor. Birinchi o'rinda bilishimiz kerak. Hosil bo'lgan eritmani foizini topishimiz kerak. Qanday topamiz? Shu haqida gaplashamiz. Birinchi, mana bu yerda qancha natriy xlor bor edi? 40 dan 0,2 ga ko'paytiramiz.
8 gram natriy xlor. Endi qancha natriy xlor qo'shildi? 10 gram. Demak, natriy xlor jami massasi 8 qo'shilgan 10. 18 gram. Eritma qancha bo'ldi? Eritma 40 plus 10. 50 gramlik eritma bo'ladimi? Demak, foiz konsentratsiyani hisoblashlik uchun massa eruvchi taqsim massa eritma ko'paytirilgan 100% formulaga ko'ra eruvchimiz, ya'ni tuzimiz 18 bo'lamiz 50 ga, ko'paytiramiz 100 ga. Bu bilan bu qisqarib ketadi. 180 ni 5 ga bo'lsak 36%. Ya'ni mana shu yerdan masalalar murakkablashish boshlandi. Nima qildik? Dastlabki eritmadagi natriy xlor miqdorini aniqlab oldik. 40 ni 0 ga ko'paytiramiz. 8 gram natriy xlor. Endi bu eritmaga biz 10 gram toza natriy xlorid qo'shdikmi? Demak, bu bilan bu 18 gram bo'ldi. Eritmamiz-chi? 40 plus 10, ya'ni oldin 40 gram edi, unga 10 gram natriy xlor qo'shildi. Natijada eritma 50 gram bo'lib qoldi. 18 ni 50 ga bo'lib 100 ga ko'paytirdik. Bizda javob chiqdi. Xo'p. Demak, bu 11/1 edi. Nechta bor ekan misolimiz o'zi bizda? Bizning kitobimizda 30 ta ekan. Xo'p. 15 gacha bitta video qilamiz, keyin yog'ini yana bitta boshqa video qilamiz. Sababi uzoq videolarda tomoshabin ko'rishi past bo'lyapti. Demak, 12/1 40 gram 10% natriy xlorid eritmasiga 10 gram suv qo'shildi. Keling buni ham sxematik tarzda ifodalab olsam. 40 gram 10% natriy xlor. Endi bu safar plus 10 gram toza suv. Hosil bo'lgan eritma qancha bo'ladi? 40 plus 10, ya'ni 50 gram eritma. Birinchi o'rinda natriy xlor massasini hisoblab olsam, 40 ko'paygan 0,1 4 gram. Eritma qancha? 50 mi? Demak, 0% topish uchun 4 bo'lingan 50 ko'paytirilgan 100. 400 ni 50 ga bo'ladigan bo'lsam 8%. Hozirgi bilan bir xil, bundan oldingi bilan bir xil. Xo'p, demak bizda bu 12/1 edi. Endi masalalarimiz biroz murakkablashadi, lekin maza qilib ishlaydigan masalalar. Davom etamiz. 1/1 150 gram 20% va 50 gram 40% natriy xlorid eritmalari aralashtirilgan necha foizli eritma hosil bo'ladi? Xo'p. Demak, siz olsam 150 gram 20%. Ikkovida ham bir xil moddalik uchun kimligi biz uchun qiziq emas yozishimizda. Va 50 gram 40%. Hosil bo'lgan eritmani massasi muammosiz 150 qo'shilgan 50 200 gram. Xo'p, endi qiladigan ishimiz eruvchini massasini hisoblab olishimiz kerak. Bunda qancha? 150 ko'paygan 0,2 30 gram. Bunda-chi? 50 ko'paygan 0,4 4 kere 5 20 gram. Endi bu yerdagi umumiy natriy xlorimiz 30 qo'shilgan 20 50 gram bo'ldimi? Eritma qancha edi? 200 gram. Demak, 0% ni hisoblashlik formulasiga ko'ra 50 bo'lingan 200 ko'paytirilgan 100. 100 bilan buni qisqarib ketsa 50 ni 2 ga bo'lamiz. 25
foiz. Ya'ni o'rtoqlar, birinchi 150 ga 50 ni qo'shdik 200. Bu umumiy eritmani topib olamiz. Undan keyin 150 ni 0,2 ga ko'paytirdikki, dastlabki eritmadagi tuzli massasini hisoblab oldik. Keyin qo'shilayotgan eritmadagi tuzli massasini ham hisobladik. 50 ni 0,2 ga ko'paytirib, 50 ni 0,4 ga ko'paytirib 30-20 chiqdi. Qo'shdik, 50 gram natriy xlor bo'ldi. 50 ni 200 ga bo'lib 100 ga ko'paytirgan edik. Bizda javobi chiqdi. 14/1. Demak, 50 gram 10% sulfat kislota eritmasiga 60% sulfat kislota eritmasidan qancha qo'shilsa 50% eritma hosil bo'ladi. Xo'p, mana shu yerda diagonal usulini ishlatamiz. Eng qulay usul diagonal. Agar siz tenglama usuliga qo'yib ishlayotgan bo'lsangiz va chiqayotgan bo'lsa, zo'r gazini bosing, davom eting. Lekin diagonalda ishlaydigan bo'lsangiz, diagonal bu ancha oson usul, lekin meni o'zim diagonalda tushunishim uchun anchalar vaqt ketgan. Biz tenglamaga qo'yib ishlardim, tenglamada doim chiqaradi. 10% eritmaga necha qo'shyapmiz? 60 qo'shyapmiz. Va olayotgan eritmamiz o'rtada bo'lishi kerak. Xo'p, o'rtaga qo'yiladigan son biridan katta, biridan kichik bo'lishi kerak. Demak, 60 dan 50 ni ayirib tepaga yozaman. 10. 50 dan 10 ni ayirib pastga yozaman. 40. Menda qaysi bir massasi bor? 10% likniki bormi, 60% likniki bormi? 50 gram 10%. Demak, 10% ni to'g'risiga mana bu yerga yozaman. Bu 50 bo'lsa, buni 8. 4 barobarga farq qilyaptimi? Demak, 50 ni 4 ga ko'paytirsak 200 gram. 200 gram. Diagonal 15/1. Demek, bu ham xuddi shu diagonal usulda ishlanadi. 20% va 50% osh tuzi eritmalaridan qanchadan aralashtirilsa 600 gram 30% eritma olinadi. Qarang. 20% bilan 50 ni aralashtirib necha foiz eritma olyapmiz? 30 mi? 30 dan 20 ni ayiramiz. 10, 50 dan 30 ni ayiramiz. 20. Endi jamini qo'shib olamiz. 30 bo'lganda qarang. 20% dan necha gram oldim? 20 gram oldimmi? Xo'p. 50 dan, xo'p. Keyingisi 50% dan 10 gram oldim. Menda necha gram eritma? Eritmani massasi 600. 30 dan 20 barobar. 20 ni 20 ga ko'paytirsak 400. Buni 20 ga ko'paytirsak 200. Javob 400 ga 200 degan javob bo'ladi. Xo'p, 15/1. Xo'p, kelinglar, birato'la bu yog'ini ham davom etkazib qo'yaveraylik. Xo'p, 24 minutlik video bo'ldi. Yarim soatga borib qo'yamiz ekanda. Mana 250 gram 40% osh tuzi eritmasida qancha sof osh tuzi eritilsa? Xo'p, qarang. Birinchi eritmamizni foizi bor. 40%. Diagonalda bir tomoni aniq. Ikkinchi tomonda sof osh tuzi deyaptimi? Buning bu 100% eritmada tushunamiz. 100%. Hosil bo'lyapti 50. Tepa 50, past 10. Kimi massasi bor edi? 40 nikimi, 100 nikimi? 40 niki. 250 gram. Ya'ni 50 ni 5 ga ko'paytirsak 250 bo'ldimi? 10 ni 5 ga ko'paytiramiz, bizda javob chiqadi. 50 gram. 50 gram.
50 gram. Xo'p, 17/1 ni ham ko'rib qo'yamiz. Sabab ishlanish yo'li bir xil. Ishlanish yo'li bir xil. 100 gram 60% nitrat eritmasiga. Demak, birinchi foiz 60%. Qancha gram suv? Xo'p, bitta narsani biling. Suvni biz 0% li eritma deb olamiz. Sababi bunda hech nima erimagan. 30% eritma olinadi. 30 ga. Xo'p, 60 dan 30 ni ayirayman. 30 dan 0 ni ayirayman. 30. Demak, teng ekan. Bizda kimi massasi bor edi 100 gram? 60%. Demak, 60 ni to'g'risiga 100 yozsam, bu yerga x qilaman. Teng bo'lgani uchun bu ham x teng bo'ladi. 100. Bo'ldi. Bu bizda 17/1 masala edi. Xo'p. Bo'ladi. Demak, bu kimyoga oid birinchi video darsimiz. Qo'llab-quvvatlab tursanglar, nasib bo'lsa davom etamiz. Sizlar bilan Abdulaziz Sug'oyim edi shu vaqtgacha. Xato kamchiliklar bo'lsa, fikringlar bo'ladigan bo'lsa, kommentda yozib qoldiringlar. Alloh o'zi xayrli qilsin, davomli qilsin. Kitob mualliflaridan rozi bo'lsin.